O'zim musofir yurtdaman, lekin ota-onamni umra safariga jo'natmoqchiman. Qanaqa firmadan jo'natishni bilmayapman. O'zim musofirda turib qanaqa qilib to'lov qilsam-u, ota-onamga qanday yetkazib berasizlar degan obunachilarimiz uchun, xudo xolasa musofirda ishlab yurgan akalarimiz uchun juda ham katta yangilik qilib qo'yganmiz. Hikmat Travel Abdug'affor akani oldiga yetib kelganmiz. Xos sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tishadi. Shunaqa videolar uchun bizga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa birinchilardan bo'lib sizlarga chiqib turadi. Abdug'affor aka, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli podpисчиlar. Xudo xolasa aka, musofirda yurganlar uchun yangilikni zo'ri bor deb qo'ydim. Bitta to'liq qilib tushuntirib bersiz endi aka. Xo'p bo'ladi. Xo'p, sizlar men chet eldaman, lekin ota-onamni kimdir tabriklasin borib deydiganlar uchun mana o'zimiz firma tomonidan borib, sertifikatlar chiqarib, chiroyli qilib gullarni olib, borib sizlarning nomlaringdan vodiy bo'yicha faqat Farg'ona, Andijon, Namangan bo'yicha borib o'zimiz tabriklab kelamiz. Xudo xolasa. Endi bu maqtanayotgan bu turingni sharoitlari qanaqa deydiganlar uchun sharoitlari to'g'risida aytib o'tamiz. Madina Munavvarada gastinisamizning nomi Divan Al Hijra. 200-300 metr uzoqligi. 200-300 yaqin bo'ladi. Makka mukarramada Sama Al Misk gastinisamizning nomi. Bu 800 metr uzoqligi. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Bundan tashqari Madina ziyoratlari, Makka mukarrama ziyoratlari va Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Zo'r. Endi bundan tashqari bu 50 bosh xizmati, xudo xolasa 50 boshimiz aeroportdan birga borib, birga kelishadi inshaalloh. Bundan tashqari firma tomonidan somka beriladi, kamsil beriladi, bejik beriladi va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz. Bundan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Zo'r. Endi to'lovlar haqida so'ramoqchi bo'lganlar uchun to'lovlarni xohlasalaring ofisga kelib qilinglar. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatda bor, Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Zo'r. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun xohlasalaring mana shu nomerlarda telegramlarimiz bor. Bemalol internet orqali aloqaga chiqib va pasportlaringni tashlab bersangiz, qizil pasportlaringni joylarini bron qilib beramiz. Bemalol aeroportga borib uchib ketaverasizlar, xudo xolasa. Qaysi biri o'zlaringizga qulay bo'lsa, shu yo'nalishda qilib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Aytib o'tganimizdek, mana litsenziyali firma Hikmat Travel. Naqasini aytdingmi hozir? Sanalarini aytmadim. Sanani aytmadim. Bildashdan davom ettiraveramiz. Endi aka qaysi sanalarga bor, narxlari qanchadan deganlar uchun bitta to'liq qilib tushuntirib bering endi. Xo'p bo'ladi. Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha. Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha iyul-avgust oylariga reyslarimiz ochilgan. Bularning kunlarini aytib o'tadigan bo'lsam, ikkinchi kuni 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30-iyul kunlari Toshkent-Jidda primoy reysimiz bor. Bularning narxini $995 qilib beramiz. 995 Xudo xolasa. Endi Toshkent bas bizga vodiydan keladi deydiganlar uchun Farg'ona-Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reysimiz bor. Buni chislovlari 3-iyul, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31-iyul kunlari primoy reysimiz bor. Farg'ona-Jidda buni narxini $1025 qilib beramiz. Avgust oyida bormoqchiman deydiganlar ham aloqaga bemalol chiqaveringlar. O'z joylarini bron qilishlaring mumkin. Avgustga ham reyslarimiz ochilgan. Oldinroq joylarni bron qilib qo'ysa bo'ladi. Bo'laveradi. Narxlar oshib ketishi, boshqa narsa bunga ta'sir qilmaydi, xudo xolasa. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas, xudo xolasa mana hammasini aytib o'tdik. Shart-sharoitlari qanaqa, shu musofirda yurgan akalarimiz uchun mana yangiliklarni hammasini aytib o'tdik. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApplari bor. Faqat musofirdagilarmi deydiganlar uchun yo'q. Bemalol O'zbekiston 12 ta viloyatidan aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa sizlarga chiroyli qo'shni davlatlardan ham aloqaga chiqaveringlar. Qirg'iziston, Tojikiston bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Bo'laveradi. O'zimiz kutib olib qolasak, o'zimiz uchirib yuboramiz. Farqi yo'q. Farqi yo'q unisini. Aloqaga chiqaveringlar. Pastda nomerlar turibdi. Telegram, WhatsApp hamma narsalari bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha